Bizni shunchalik ziyoratga, ibodatga, hamma narsani tashkillashtirib bergan B2 Management firmasiga alohida tashakkur bildiramiz. Mana biz tur firma tanlashda adashmagan ekanmiz. Begimens 2 firmasini tanlab yaxshi qilgan ekanmiz. Bu firmadan juda ham xursandmiz. Hech ham yerlardan ketgimiz yo'q. B2 Raverga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarni o'ylab hamma sharoitlar yaratilgan. Mana ibodatlar joyida chiroyli bo'ldi, ziyoratlar hammasi, bizga qilingan xizmatlar hammasi uchun rahmat. Ayniqsa gruppa boshlig'imiz Jaloliddinga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mazza qilib sayohatlarni qildik. İbadatlarimiz ham hamma yo'g'imiz zo'r bo'lyapti. Rahmat, mana shu 102 guruhdagi a'zolarimiz bilan hammamiz xursandmiz. Yana bolalarimiz bilan shu firmada albatta yana qaytib, yana bir 2-3 oyda Xudo xolasa kelish niyatlarimiz bor. Allohim o'zi yetkazib qo'ysin. Hammani tahrik qilamiz. Madinada ham yonimizda bo'ldi, Gashtinsan yonida bo'ldi. Allohga shukr, rahmat sizlarga. Xizmatlarda, xalq xizmatida charchamanglar.